BMW'larda ichida F10'larini suygan, F10'ini maza qilib mingan ya'ni odamlar bor. Vit qarang bunday mashinani. Ikki объемda turbina dizel V motorda kapotni ham karbonoviy qilib tashabdi. Biron pilon ko'rgan, juda ham vida asal turibdi. Mordalariga gap so'z yo'q. 2011-yilga $13,500 BMW F10 va bir mordalarni ko'zlaridagi bundagi vitdagi nigoh вообще yorvorayishin 13,500 ga kelishib olasiz. 18-yanvar kuni chiqyapti. O'zini zavodskoy diskalari, zimniy ballonlari bor, berlarda ham karbon ishlagan, lyuklari qaralgan va ichlarini ko'rib o'tamiz. Elektropaket, деревянный аквапринт, электрический память сиденья, плавающие сиденья, кожаные qora salonlari bilan multirul, elektronli tablo, то есть elektronli tablo, pastlari elektronli tablo, 84 ming probeg, monitor, dozorniy klimat-kontrol, podогрев сидений, ручной электрический автоход. BMW F10 modeli $13,500 ga. 2 dizel turbinaviy motorda. Telefon qiling, egasini nomeri ekran pastida. Mashinani bog'o qiling. Karbonlar bu yerda ham ishlagan, LED stoplarda, gul shturlari cho'stoy top turibdi va olib qo'yamiz.